İkinci kısım. Shunda qilib, Alim bilan Oysam xufiyona holatda aralashib yurgili hash-pash degicha bir yillarcha bo'lib qoldi. Biroq bu pastkash munosabatini Fatima bilan Ruqiyadan qat'iy yoshirdi va ularning gumonini qo'zg'ab qo'ymaslik uchun to'y qildiganligini aytdi. Ruqiya bilan Fatima Oyshamning to'y qildiganligini anglab qavatli xo'sh bo'lib ketishdi. Yigitining nemish qildiganligini so'rashgan edi. Yiligar Oysham yigitini Aqsuda shirkat ochadiganligini, to'ynimi Aqsuda qildiganligini aytdi. Bu gapni anglab Ruqiya bilan Fatimaning ko'ngli shunchalik yerim bo'lib, to'yinga qatnasha olmaydi ekanmiz, amisi adash deb azoblanishdi. Voy adashlarim, cho'ng to'yni Aqsuda qilgan bilan Qashqardik adashlarimga Qashqarda to'ychi qilib, ondan ketma. Xotirjam bo'linglar jinim adashlarim. Deb ularning ko'nglini yasashga boshladi-da, so'mkisidan bir erning suratini chiqarib adashlariga ko'rsatib, o'zining to'y qilmoqchi bo'lgan yigit ekanligini aytdi. Qarsa tuzukli bir erning surati ekan. Buni ko'rib adashiga baxt tilishib, "Bo'pti, adash, baxtingni bersin, senmi yaxshi qadrini qil o balaning" deyishdi. Lekin Oyshamning razil niyatlarini bilib qolsa nim bo'lib ketar ha, bu ishki oq ko'ngil qiz. Lekin Oyshamdek yiligar iflos ayol hargizmi chandurmaydi-da. Ondan tayyorlab qo'ygan surat bilan ularning diqqatini Aqsuga burab qo'yib, xotirjam Olim bilan aralashib, Olimdan qo'soq ko'tirib yurdi. Bir ayol kishi er yo'q holatda qo'soq ko'tirishdan xijilmi bo'lmadi desa, Oysham to'y qildim degan saxt turmush niqobi bilan Aqsuga ketgan bo'ldi. Adashlari bilanmi necha oyda bir qatim ko'rishadigan bo'ldi. Har ko'rishganda Aqsudan oqsham kelgandim, sizlarni seg'inib ko'rishgil keldim degandek yolg'on yovdoq gaplar bilan kunlarini o'tkaziverdi. Mana Oysham Olimning o'g'lini tug'di. Bu balani atalmış Aqsudagi erimning balasi degan gaplar bilan sanam setib yurdi Oysham. Shunda qilib Oysham o'g'lini tug'ib do'stlariga atalmış Aqsudagi erini pash qilib, erim andoq yaxshi yey, mandoq isil yey, tug'utimda meni bek yaxshi baxti deb og'izni tatli qilib yurdi. Lekin dardini o'zi biladi. Bu pastkash odishini yo'qlab Fatima bilan Ruqiya ularning uyiga keldi. Bu vaqt bekli chiroyli ham jalliq edi. Balani ko'rib, "Oysam, o'g'ling bekli tatli ham ko'zga yaqin bola bo'pti. Sening iching nimachi chiroyli deyma. O'g'ling sen faqatla o'xshamabdi, dadasiga o'xshasi kerak" deyishdi Fatima bilan Ruqiya. Shundaq adashlarim, o'g'lim dadasining andisi danglar deb mag'rurlandi Oysham. To'satdilar Ruqiya. "Adash, o'g'lingning bir yerlari mening erimga o'xshatamdi nima?" Nima deydigansa adash? Mening balam qandaqmi sening eringga o'xsin? Qiziq gap qilding-ku. deb qaqaqlab kulib ketdi Oysham. Ruqiya rastaydi, dedi Fatima. "Men bayatdan balani ko'ribla ahlimni ko'rgandek bo'g'aydim, lekin ichimdan chiqarolmay turatdim." Nimlan deydigansizlar? Balkim Olim bilan mening erim o'xshab qoldiga o'xshaydi. Nad qalayimqan gaplarni qildikansizlar. Bu gaplarni mening erim anglab qolsa, xitimni berib atmasin yana. Eg'izinglarga diqqat qilasizlar, deb qasdan gapni boshqa yoqqa burmoqchi bo'ldi Oysham. "Chaqchaq qildik adash. Endi ajrashdigan gapni qilma-jumi", dedi Fatima. "Kech bo'lib ketkicha biz mangayli adash, yana kelamiz. Mumkin bo'lsa yo'lishing kelsa, sizlarni tamoqqa chaqirib olaylik bizning uyga", dedi Ruqiya. "Cho'qim u kelganda, men yaxshi bo'lgan vaqtimda uyingga bormiz adash. Rahmat sana", deb adashlarni o'zitib qo'ydi Oysham.
Shunda qilib Ayşem adishining turmushiga yanama ishkirlab o'sib kirdi. Olim Ruqiyaga nimani elib bergan bo'lsa, qasdan jadal chiqarib o'ziga shuni oldirib Ruqiya bilan baslashib yurdi. Ayşem tug'utdan tinch aman turib bo'ldi. U bolasini ko'tarib Ruqiyaning uyiga bordi. Ruqiya Ayşemni ko'rib qavatli xush bo'ldi. Eriga telefon qilib Ayşemning kelganligini aytib, tezroq kirishni tapladi. Sadda oq ko'ngil Ruqiya Ayşemning bir qo'y terisiga o'rnib olgan bo'ri ekanligini qandoq bilsin? Olim tezla kirdi hamda Ayşemni muborakladi-da, o'g'liga 100 yuan pulni tutqizib qo'ydi. Qo'rq ko'rsam, o'g'lingiz qo'rq eg'iz bo'lganmisan? deb kulib qo'ydi olim. Rost deydi adash, bu vaqt bilan tunji ko'rishganda quruq ko'rishmaslik kerak, dedi Ruqiya. Rahmat sizlarga, deb xijil bo'lgan holga kirib oldi hilgarlik bilan Ayşem. Ayşem Ruqiyaning uy saramjonlariga ko'z solg'il turdi. Hamda Ruqiyaning yotoq uylarini ziyorat qilg'il turdi. Ayşemning pastkashligidan bexabar Ruqiya kiyim-kechaklardan tortib oltin zibizinnatlargacha uningga ko'rsatdi. Ayşem heli kiyimlarni maqtasa, heli uy saramjonlarini maqtab, ko'zlari chaqchiyib ketdi. Ruqiya gap boshladi. Voy adash, esil uy, oltin zibizinnatlar men uchun ancha muhim emas. Erimmi meni bekli yaxshi ko'radi. Lekin salomatligim toza yaxshi bo'lmayotdi. Shu sababdan ko'nglim bearam degna. Olim xotenga borib milliy tibobatni davoltib kelay degandi. Kelar haftaning birinchi kun ma'ngan bo'ldik. Bu gapni anglab Ayşem tizla. Vah, adash shundaqmi to'g'ri qalamdi deyman. Menmi xotenga haftaning biri bormoqchi edim. Ajab yaxshi yolg'iz qolmaydigan bo'ldim. Tug'utdan keyin toza sog' bo'lamidim. Shunga erim xotenga berib davolanib keling deb kartamga 10 ming yuan urib bergan edi. Adash, biz birga boraylik, dedi hiligar Ayşem yolg'onni to'qib. Shunda qilib Ayşem, Ruqiya, olim bilan xotanga birga keldi. Fatima bu ishni anglab sal taajjublandi hamda Ruqiyani askartib qo'ydi. Adash, olim bilan Ayşemni yolg'iz qo'ymag'in. Ayşem bir oz sho'x, ishonganlikdan emas, lekin diqqat qilgin. Turmushingga dast ketsa, men chidamayman, dedi. Voy adashim, xotirjam bo'g'ina, Ayşem undoq paskash emas. Manga ko'ngil bo'lganingga rahmat. Sen mening eng suyimli adashimsan. Seningmi baxtingni bersin, dedi. Sadir Ruqiya Fatimaning degan gaplarini kashda o'ltirib olimga deb bergan edi. Olim g'azab bilan varqirab ketdi. Nimalarni deydi u adishing suxanchilik qilib? Endi uning bilan aloqa qilib qolma. Agar menga bildirmay aloqa qilganingni bilib qolsam, seni hargiz kechirmayman. Balalarımı ko'zimga ko'rinmaydi. Ajrashib ketaman, deb chiqib ketdi. Ruqiya eriga bu gapni deb solgani uchun bek pushaymon qildi. Lekin endi o'rniga kelmaydi-da. Eng amroq odishidan ayrilib qolgan uchun yuragi etishib, taramlab, yoshlari yomg'ir bo'lib yiqiyotdi. Ayşem kirib keldi. Chunki Ayşem xotanda Ruqiya bilan birga bir uyni bir oylik ijara elib o'ltirgan edi. Ikki egizlik uyning birida olim bilan Ruqiya, birida Ayşem bilan o'g'li turardi. "Adash, yig'labsan-ku, nim bo'ldi? Olim bilan urushib qolmagansan?" dedi Ayşem. Yo'q adash, urushib qolmadim. Lekin olim mening Fatima bilan aralashishimga qarshi ekanligini aytib chiqib ketdi. Sen mi bilirsa, Fatima bek isil qiz. Hamda menga bek ko'ngil bo'ladi. Faqat chidamadim. deb unselib yig'lab ketdi. Ayşem Ruqiyani bag'riga besib turib tasalli berdi.
Adaş, er kishi bir ishni bilmasa, unda demaydi. Balkim Fatimaning birish olimning nazaridan tushib qolgan bo'lishi mumkin. Bo'pti, adash degan yolg'iz Fatima emas-ku? Mana yaningda men bor. Seni yaxshi ko'radigan ering bor. Bir o'g'il, bir qizing bor. Yetarli-ku, deb Ruqiyani tasalli topqizishga urindi. Olim bilan Aysham oldidan planlab qo'ygan to'zaqqa Ruqiya o'zini sezmasdan tushib bo'lgan edi. Sezgur Fatimadan ayrilgandila ikki paskashning bo'lmug'ur munosabati chenib qolmay davomlashyapti. Shunga olim Ruqiyadan Fatimani aplik bilan ayirdi. Shunda qilib Aysham bilan Ruqiya Xotanda davolanib, xilili yaxshi bo'lib, Qashqarga qaytib kelishdi. Xotanda bir oy davolanish jarayonida olim ikki ayolning holidan xabar olib yurdi. Lekin Ayshamning olimning oshnasi ekanligini Ruqiya xiyoliga keltirmadi. Texi Ayshamga esdashlik qilib, yo'ldoshing oldirash xizmat qilib, sana ko'ngil bo'lamaydi-ku adash deb Ayshamning qandoqli ishlari bo'lsa, olimni buyurib qildirib berib yurdi. Ruqiyaning bu oq ko'ngilligidanmi qilchilik nomus qilmagan Aysham texmo ochko'z bo'lib ketdi. Ular Qashqarga qaytib kelishgandan keyin Ruqiya Fatimani shunchalik seg'ingan bo'lsa-mu, izlayolmadi olimning ranjishidan qo'rqib. İplas olimmi Fatimaning sezgurligini bilib, Aysham bilan bo'lgan paskashligini bilib qolsa, Ruqiyaning oldida rasvo bo'lishini bilib, qasdan Fatima bilan Ruqiyani ayirib undan xotirjam bo'lgan edi. Lekin oq ko'ngil sadr Ruqiya eriga cheksiz ishongashga qilchimi gumon qilib baxmagan edi. Mana Fatima bilan ko'rishmagili 2 oy bo'ldi. Fatima telefon qilsa olmay besivatdi. Fatima nemishqa undaq qiladiganligini o'ylab tegi yetolmay Ayshamni izladi. Hamda Ruqiyadan ansirab qolganligini aytdi. Razil Aysham ko'ngil ayab o'ltirmayla Fatimaga. Xudosh, Ruqiyaga ba'zi gaplarni qilib ekansan, sening suxanchiligingdan bizar bo'lib, shunga endi sen bilan aloqa qilmaydiganligini aytqaydi. Shunchalik tushundirib, sening yaxshi ko'ngling to'g'ri tushan desam, men ranjib ketdi qayla. dedi. Suxanchi bular buningdan ortiq bo'lmasa, Ayshamning gaplarini anglab Fatima ixtiyorsiz yig'lab tashladi. Bo'pti. Ruqiya meni shunday o'ylagan bo'lsa hech qisi yo'q. Balkim u adashning o'ylagan yeri bordi. Bo'pti, ko'rishmasakmi u baxtli turmush kechirsalar, men shuningga xo'sh. Bo'pti adash. Sen özünü asıra. Deb ketib qoldi.